Shu yerda Faxriddin bo'lasi armiya safida ekan. Mana shu Faxriddin bo'lasi tomonidan ham 20 manat priz qo'ydilar. Hozir shu prizni Zakir mehmonimizni bir prizga taklif etsak. Zakir akamiz prizga. Marhamat, muzika bo'lsin. Prizimiz bor. Hozir shuni Pyotraning yoshda do'stlarini sarka prizga taklif etamiz. Muzika bo'lsin. Marhamat. Turkiya shahrida xizmatda ekanlar. Hozir mana telefon qilib sizlarni chin qalbdan tabriklaganlarini xolangiz tanishtiradi. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqinlik aziz mehmonlar. Mana bugun oqshom Bobomurod Gulnoz Turkiyada yurgan inan ukam bobom Bahram to'ylarini bilan qutlayapti. Baxtli yashagar, ko'p yashagar, qo'shilganlarning qo'shakariga inan qutlab qo'yinglar deb telefon qildim ana. Boshqa nima ham deyim? Baxtli bo'lgan, ko'p yashagan, shularning qadriga yetgan. Boshqa zot deyim, hech ilojim yo'q. Kelin boshqa bir ta'zim aylasangiz. Gulnoz, ko'rinda qo'yinglar. Qaynlarning atiga ta'zim davay. Hay yashang. Albatta video tasvirida ko'ramiz. Bir duoni bersin. Yana bir bora yoshlarga baxt tilaymiz. Qo'shilibsizlar, qo'shchaqaringizlar, baxtli bo'lingizlar demoqchimiz. To'y egalari nomidan mana shu to'yimizda xizmat qilgan barcha mezbonlarimizga, mehmonlarimizga, san'atkorlarimizga, operator ukalarimizga, Bag'it to'y makoni xodimlariga kattadan katta rahmatlar aytmoqchimiz. Aziz mehmonlar, sizlarning ijozatlaringiz bilan asta-sekin kelinkalarni yor bilan kuzatib qo'yamiz. Marhamat.